Assalomu alaykum. Anas Bloger kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday 5 ta, 10 ta, 15 ta sog'liq ishqibozlari. Akalar, Xudo xolasa hafta kuniga bugun juma, Sayyidul ayyom, hammaga juma muborak bo'lsin deb biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Ularning ma'lumotini shaxsan o'zim yoritib o'taman. Akalar, 100% bo'g'oz variantida soni 15 ta. İşte 5-6 ta sarig'i, qolgani qora kashtarlaridan. Tug'masa xohlagan turingizga aniqlanaveradi. Navonni birortasi tug'may qoladigan bo'lsa, qo'yni qaytasiz, bolasi bilan bitta qo'y boradi akalar. Lavuz. Xo'p, bularda narxi tishlari 4 tish, 6 tish, 8 ta. Bittasini nimaki maydalagan bo'lsa kerak. Xo'p, bular narxlar keladigan bo'lsak, bir joyga bo'lsa 4 million 100 ming so'mdan vodiy bo'ylab. Vohalarga 4 million 300 ming so'mdan dasturga qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turib, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib akalar. 4 million 100 ming so'mdan. Narx bo'g'oz varianti. Bo'ylari 80 dan 85 gacha. Eng arzoni faqat Anas Bloger kanalida. Kanalni yo'qotmaslik uchun like bosib qo'ying aka.